asosan tishlarni yuvish 2 mahal deb yoshligimizdan bizga o'qitib kelishgan. To'g'ri, bu juda ham to'g'ri narsa bo'lib hisoblanadi. Lekin buning eng muhim jihati bor. Ya'ni tishlarni masalan ertalab turib yoki bo'lmasa ertalab ovqatdan keyin yuvgandan ko'ra eng asosan kechki vaqt ovqatlanib bo'lgandan so'ng yuvish juda ham samarali bo'lib hisoblanadi. Sababi ko'mir ovqatlanamiz yoki bo'lmasa har xil ichimliklar ichamiz. Bularning natijasida tishlarimizga turli xil gazli shiralar yoki bo'lmasa ovqat qoldiqlari kirib qoladi. Va agar shu holatda biz kechasi tishlarni yuvmasdan yotsak, bularni shu tishlarda to'planib qolgan ozuqalar natijasida og'izdagi bakteriyalar tufayli chirish jarayoni yuzaga kelib, ulardan kesata ajraladi. Ya'ni bu kesata tishlarni emani juda ham tez yemiruvchi xususiyatga ega bo'lgani sababli ko'pchilikning tishi tez yemirib ketadi. Shuning uchun imkon qadar 2 mahal, agarda juda ham bo'lmaganda asosan kechasi uxlashdan oldin tishlarni yuvish tavsiya etiladi. Va asosiysi tishlarni yuvgandan so'ng hech narsa iste'mol qilmaslik va yemaslik kerak. Shundagina sizning tishlaringiz uzoq vaqt sizga xizmat qilishi mumkin.